yoshi kichiklar, yoshi kattalar bo'lsa, telefonni bir joyga yozib qo'ysin. Ibrohim surasining 40-oyati bor. Ko'pchiligimiz xohlaymiz farzandimiz toatli, ibodatli, taqvoli, yaxshi inson bo'lishligini. Mana shuni xohlayotgan insonlar Ibrohim surasining 40-oyatini o'qib yursin. Alloh taolo Qur'onda Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a degan oyatni Alloh taolo Qur'onda keltirdi. Ya Robbi, meni va meni farzandlarimni, zurriyotlarimni namoz o'qiydigan, o'zingdan qo'rqadigan, taqvoli, solih bandalardan qilgin. Robbana va taqabbal du'a. Ey Robbim, duolarni qabul qilguvchi zotsan degan oyatni yodlab oling.